Eng arzonda sizlar uchun arzon narxda 2015-yilda ishlab chiqarilgan 42 000 kilometr masofani bosib o'tgan Captiva avtomobili. Holati juda ham zo'r. 2015 3 litrli motor bilan jihozlangan. Mashinani kecha qo'ygandu, sekundda sotilgan edi. Faqat olgan odamni pullari kelmay qolgani uchun obratni mana boshqatdan qo'yib beryapmiz. Holati juda ham zo'r mashinani. Kraskasi bitta mash krilo sepilgan edi. Bitta mash krilosida masjidgacha pitno qilib sepilgan joyi bor edi. Qolgan joylari toza edi. Bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Balon holatlari zo'r, salonlari mana rostagasim chiroyli holatda. Probeg, kraska bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Balyachka joylar hamma yog'i idealniy holatda. 7 o'rindiqli mashina xohlaganlar bo'lsa, korobka motor, rullarigacha idealniy holatda bo'lib turibdi mashina. Sostoyaniyasi zo'r, elektronikalarda muammolari yo'q, kuzovda chaqa-chuqali joylari yo'q, bagaj holatlari hammasi zo'r holatda turibdi. Bemalol ko'rib tekshirib, proverka qilib olsanglar bo'ladi. Kamroq yurgan Captiva qidirayotganlar bo'lsa, qora eng arzonida 13 650.